Bu yigitning nomi Sherzod. U 24 yoshda. Universitet talabasi, harakatchan sportchi. Badan tarbiyasiga, formasini saqlashga e'tibor beradi. Do'stlari bilan o'tirishni yaxshi ko'radi. Ertalab yugurishni yaxshi ko'radi. Sherzod o'zini yaxshi ko'rishi tabiiy holatdir. Sherzod alhamdulillah musulmon, namozxon yigit. Hamma namozlarni o'z vaqtida o'qiydi. Allohning mag'firati va rahmatidan umidvor bo'lib, namozlarini qo'ymaydi. Lekin u barkamol musulmon emas. Ba'zi ishlarni qilib qo'yadi. Chunki unda ham ko'p odamlar kabi xatolar bor. Ba'zan noto'g'ri gaplarni gapirib, noo'rin ishlarni qilib qo'yadi. Endi Sherzodni sog'inamiz. U ozgina oldin bu hayotdan ketdi. Kutilmagan ish yuz berdi. Aytmoqchimanki, o'lim kutmaganda ogohlantirmay tashrif buyurdi. Lekin hayot aslida shundayda. Hayot shunday, keladi-da, keyin darrov tugab qoladi. Inson o'lganidan so'ng hamma narsa butunlay to'xtaydimi? Bugun oxirat diyoriga bir safar qilamiz. Sen bu dunyoga bir marta kelasan degan gap bor. Lekin biz bu haqida gapirmoqchi emasmiz. Biz tugadi deb o'ylagan narsalar birontasi hali tugagan emas. Sherzodning qilgan har bir ishi uning oxiratdagi o'rnini belgilab beradi. Sherzod buni biladi. Hozir u bir necha qadam orqaga qayta olishni orzu qiladi. Sherzod ba'zi narsalarni o'zgartirishni xohlaydi. Haromku, harom. Sen uni haromligini bilasan-u, eshitma. Sherzod oldin qilib qo'ygan yomon odatlarini o'zgartirmoqchi bo'ladi. Sherzod har bir qilgan ishi haqida hali hisob-kitob bo'lishini biladi. Kelgusida ko'proq foyda beradigan amallarni to'kis qilishga ko'proq vaqt sarflaganimda edi, deb orzu qiladi. Yana ko'p vaqtini namoz va duoda o'tkazgan bo'lishini orzu qiladi. Shoshilmasdan duo qil, xotirjam, shoshilmasdan, sokinlik bilan, sokin. Namozimni hamisha shoshmay, uzun o'qiganimda bo'lar ekan deb orzu qiladi. Tabiiyki shahvati, ko'ngil istaklarini yengib olishda kuchliroq bo'lganimda edi deb orzu qiladi. Iltimos, gapirmagin, sharmanda. O'limni esingdan chiqarib qo'ydingmi? Iltimos, gapirma. Shaytonga fursat berma, shayton seni aldayapti. Iltimos, o'chirgin, sharmanda, jibol. Iltimos, o'chirgin, sharmanda, jibol. Sherzod umrim gunoh bilan yakunlanmaganida edi deb orzu qiladi. Endi u vafot etganidan keyin Allohning qarshisiga borishini tushunib yetdi. Telefondagi har bir noto'g'ri so'zlari, chekkan har bir tamakisi, shoshilib o'qigan namozlari, musiqaga quloq solganlari hammasi endi ochiladi. Bu Sherzod hayotining nihoyasi emas, balki boshlanishi bo'ldi.